Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng ko'p Alloh taologa qilgan duolar ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika va ta'atik. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, meni qalbimni ala dinika va ta'atik degani seni diningda va ibodatingda bo'lib tursin, o'zgarib ketmasin dering. İltijo qilamiz, Alloh taolodan so'raymiz, duo qilamiz. Ey Robbimiz, meni qalbimni diningda qilgin, toatingda qilgin, ibodatingda qilgin. E'tibor beringlar, qancha odamlar, yaxshi odamlar bor edi, aynib ketdi, buzilib ketdi, o'zgarib ketdi. Ularning qo'l-oyoq ayniga yo'q, ularning qalbi buzilib ketdi, keyin hamma yo'q buzilib ketdi. Qancha ahmoq odamlar bor edi, alqash, jinni bunday bir dindan uzoq odamlar bor edi, yaxshi odam bo'lib qoldi. O'tiribdi anchasi mayli, menga qarab. Tuzuk odam bo'lib qoldi, anchalari o'zgardi, yaxshilik taraf. Nimaga? Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini o'zgartirdi. So'ngra o'zlari ham o'zgardi.